Leksimizin ikincisini davamlaştırımız vatandaşlarım. Tinchlik asası kanunni çöürüp ötken Yaponiyanın kengaymeçilik qilish niyeti aşkarlandı. Mavzulu haber 9. ayının 19. günü Venvi Torbiti ilan qılındı. Haber mundaq başlandı. Yaponiya Kengaş Palatası tünügün səhərdə yeni bir xəterli kanun layihəsini maqulladı. Şu gündən başlap 2. Dünya Uruşundan keyin tüzülgən asası kanunda icra qilish kerak bolğan faqat müdafiada turuş siyasetinden bugün Yaponiya vaz keçken boldu. Şu gündən başlap Shinzo Abe rəhbərligidəki hökumət kabineti vəziyyət boyunca diplomatiya görüşüge atlandı. Yaponiyanın Taşqı İşlər Ministri Antian Vinshyung Rusiyaga berib, Yaponiya-Rusiya tinchlik shartnomasi tuzish bo'yicha suhbat o'tkazdi. Gerçi Yaponiya yangi bexatarlik qonuni ma'qullangandan keyin urush qo'zg'ayoladigan davlatga aylangan bo'lsa-mu, Jungo Yaponiyani tanqid qilib, Yaponiya tarixning iqimiga qarshi turdi degan bo'lsa, Angliya Yaponiyada yangi bexatarlik qonunining ma'qullanganligini qarshi oladiganligini bildirib, yangi bexatarlik qonuni rayonning va dunyoning bexatarligini kapolatga ega qiladi deb ko'rsatdi. Bexatarlik qonuni Yaponiya Kengash Palatasida ma'qullashdan o'tdi. Endi bu Yaponiyaning davlat sirtida askar ishlatish huquqi bor deganlikdir. Vezir Shinzo Abe qonun ma'qullangandan keyin faol tinchlik siyosatimizning yurgizimiz. Yangi bexatarlik qonuni Yaponiya fuqarolarini qo'g'daydi. Urush portlashini cheklaydi deb ko'rsatdi. Lekin Yaponiyaning markaziy televiziya stansiyasi NHK bevosita ulab ko'rsatadigan chaqda lozung chiqarib, bexatarlik qonunining ma'qullanishi urushdan keyingi bexatarlik siyosatidagi zo'r o'zgarishdir deb lozungiga xat yozdi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi sado qaytarib, mundaq ko'rsatdi. Yaponiya yangi bexatarlik qonun tinchlik asosi qonunining cheklamasini bosib o'tdi. Jungo taraf Yaponiyaning keyingi qadamiga yaqindan diqqat qildi. Bayonotchi Xongli mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf Yaponiyaga qattiq qaydakchilik qildi. Tarixiy saboqlarni qabul qilib, tinchlik va taraqqiyot yo'lida menish kerak. Harbiy ishlarda ehtiyotchanlik bilan ish qilishi lozim. Yaponiya harbiy ishlarda ehtiyotchanlik bilan ish qilishi lozim. Yaponiya dengiz bexatarligi nazorati mundaq ko'rsatdi. Jungo parxodlari Senkaku orlig'iga yaqinlab keldi. Xitoy tilidagi Diaoyudo. Yaponiya parxodlari bilan o'zaro ogohlantirish berishib 2 soatdan keyin qaytishib ketdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Yaponiyaning yangi bexatarlik qonunining ma'qullanganligini qarshi oladiganligini bildirib, bu qonun Amerika-Yaponiya ittifoqini kuchaytirdi va bu rayonning bexatarligini kapolatga ega qiladi deb ko'rsatdi.